Assalamu alaykum Salkin Tor bekitining aziz mehmonlari. Salkin Tor bekitining Qalb Sadas programmasining yangi son orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan to'liq xushalman. Men program riyosatchisi Farida Anvar. Uyg'ur olimi tilshunos Mahmud Qashqari tavalludining 1000 yillik munosabati bilan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Fan Ma'rif Komiteti 2008-yilni Dunyo Mahmud Qashqari yili qilib bekitdi. Bu yilni qutlug'lash va xotirlash uchun davlat ichi va sirtida bir qism ilmiy muhokama yig'inlari o'tkazildi. 2008-yil 11-oyda Beijing Millatlar Universitetida elib berilgan Mahmud Qashqari dunyoga kelganligining 1000 yilligini tabriklash ilmiy muhokama yig'ini davlatimiz ichidagi ko'lami bir qadar zo'r, ta'sir doirasi keng bo'lgan yig'in hisoblanadi. Biz Salkin Tor bekitida mazkur suhbatni elib berish orqali keng Uyg'ur tordashlar, bo'libmi Uyg'ur yoshlarining Mahmud Qashqari va uning Turk tillar divoni nomli asariga bo'lgan tushunchisini texmo cho'nqirlashtirmoqchi. Biz bu qitimki suhbatimizga taklif qilgan aziz mehmonimiz bo'lsa, yangi davr til va tarjima ishlarimizning to'kpikor boshlamchilarining biri, tonilgan adib, shoir, tilshunos ham tarjimon, yangi davr Uyg'ur nashriyotchiligining uluni salg'uvchilarning biri, Uyg'ur madaniyat tadqiqotchisi, jamoat arbobi, olim Imin Tursun apandi. Assalomu alaykum Imin Tursun. Va alaykum assalom. Oldi bilan sizning shu qimmatli vaqtlaringizni chiqarib, bugungi bu suhbatimizga qadam tashrif qilganligiga ko'p rahmat aytamiz. Albatta bu bizning borchimiz. Undaq bo'lsa, bugungi suhbatimizni boshlab kelsak, oldi bilan sizning shu Mahmud Qashqarining kim ekanligi ustida bir to'xtalib o'tgan bo'lsizlar. Xo'sh qizim, bu masalani obdan so'radingiz. Hazrati Mahmud o'zining kunniyasini Qashqari deganligi uchun biz Qashqarlik davom etdik. Hazrati Mahmud Qashqarlik bo'lganligi uchun biz Uyg'ur davom etdik. Hazrati Mahmudning o'tgan zamoni to'g'risida xalqaroda har xil qarashlar bor. Oldi bilan biroz izohat berish to'g'ri keladi. Ya'ni O'rta Osiyoda coğrafi noktadan aytganda Osiyoning kindigi bo'lgan şu Tianshan tarım boylarida yashab, ovib taraqqiy qilgan Uyg'urlar tarixning turli bosqichlarida, ilm fanning har xil sohalarida dunyo madaniyat xazinasiga turli ixtiro va kashfiyotlar bilan tuhfalarni qo'shgan. Şu kashfiyot tuhfalarini qo'shgan olimlardan biri Mahmud Qashqari. Hazrati Mahmudni nima uchun Qashqarlik deymiz? Bu vaqtda Mahmud Qashqari to'g'risidagi bayonlardan, bo'libmi olimlarning bayonlaridan, bo'libmi Mahmudning nodir asri bo'lgan Devonu Lug'ati Turkda bayon qilingan bazı mazmunlar asasen bunu delilishimiz gerek. Mesela Mahmud Qashqari özünün nadir eseri Divan-ı Lug'ati Turk'ta ta ki Faran'dan Jabarqa'gacha, yani Avrupa'dan Yaponiyaga bo'lgan quruqlikda yashovchi har xil qavmlarni, bo'libmi turkiy qavmlarni haqiqatni amaliyotda izlash asosida amaliy tashvigan. Şu teşhis jarayonida nurg'un joylarni kezgan. Şu o'z ko'rgan va anlagan muhim el, yurt, daryo, tog', ko'l, yaqinlarning, shaharlarning nomlaridan taxminan 190 nomni qayd qilgan. Şu qayd qilgan yer nomlarining ichida 6dan bir qismi Qashqarga taalluq zaminlar. Mesela Mahmud Qashqari o'zining Turkiy tillar divanida Qashqarga taalluq zaminlardan hozircha o'z nomiga atlib kelayotgan yerlarni bir-birlab bayon qilib, aniq ma'lumot bergan.
Andın Mahmud Kaşgari bu yer namlarını sözden katardı vergenden başla kitabının köp yerleri de misal ve temsiller tarikisinde köp joyda tekrarlanan. Mesela Kaşgar degan muşu bir atalgı Divanı Lügatü Türk'te 17 yerde tekrarlandı. Demek Hazreti Mahmud'un Kaşgar'ını 5 qo'ldak bildiğanlığı özü ma'lum. Mahmud öz kitabında kayıt kılgan Kaşgar etrafındaki yersu namları arasında Alğuq, Aluş, Artuç, Azık, Bağramqum, Barçuq, Barxan, Qaşqı Buğra, Qıpçaq, Qızılderya, Qızıloz, Kürünkül, Menket, Opal, Tazgun, Temen, Torgat Tiz, Tizentiz, Yabakı Süvi, Yarkent ve başkalar. Bu namlar helimi asasen özgürme şüphesi istilatıdır. Mesela bu namları Hazreti Mahmud'un belgen tarifi alayet ehemmiyet ege. Bulup bu Opal doğrusu da Arapça izahlaganda onu baş yanlamlarını farklandırıp Opal bizim yurtun namı, Azık mı? Azık bizim yezimizin namı. Yani Arapça ismi kariye lana deb izah bergen. Bir yerde lana koşumsuna ait ehemmiyet ege. Bu lana Arapçada özlük kirişinin köpük şekli. Yani bizden degen ma'na doğru geliyor. Ama ondan başka Kaşgar tevessiki zeminlerini yer namlarını izahlaganda mesela Aluş'unu ismi kariye, ismi mevzu lana yani ismi kariye li Kaşgar deb qo'ygan. Yani Kaşgar'daki bir yerin namı degen. Opal azıqdan pahlandigan. Endi eniqib Opal to'xtalganimizda Opal hozirmi mavjud. Hozirmi xalqlarni Opal deb ataydi. Öz zamanısında onu Oypal deb atagan. Opal Kaşgar shahridan 45 kilometr g'arbdagi bir cho'ng yeza. Bu yezining hozir Qaravash, Bashvoq, Yog'u, Bashyog'u, Mollanbeg'i, Ko'kchi, Qumbog', Do'g'lat, Shota, O'ljigida, Qariostan, Qochoq, Toqat, Aydınköl, Akostan deyildiğin kentleri var. Bularning arasında hazır bizge azık görünmeydi. Nima uchun deganda Mahmud Kaşgar'dan keyingi vaqtlarda Opalar yani bir izah berip o'tay. Muzar, Opalar, Ko'kar, Ulug'ar. Umman odam o'talaydigan qiyin devoni art deydi. Muzar mushunda. Opal artda keladigan ikki jilg'i var. Biri qora jilg'a, biri qizil jilg'a degan. Bu ikki jilg'ining suyu teshib qiyom bo'lib, Opal artning oldida so'zlar og'zi deydigan bir eg'iz var ekan. Shu eg'izni bo'shib tushib kentni suv osidi. Bu Mollanbeg'i igizroq, Opalning yer tuzilishimi igizpas. Shu tushgan qiyon suv yurtni besib ketadi. Keyingi zamanlarda Opallıklar aşı qum basgan yerde bir qancha kentlarni operate qiladi. Ulardan biri mesela Qumbog'. Azık olsa hozir aşı Qumbog'ning bir kenti, mahallesi. Demek tabiiy o'zgarish natijasida ba'zi kentlar yo'qolgan, ba'zi kentlar paydo bo'lgan. Ammo Mollanbeg'i deb atalgan kent hozir o'z ayni bilan saqlanmoqda. Şu Mollanbeg'i degan kentga hozir Mahmud Kaşgar'ning qabrisi joylashtirilgan. Taxmin qilganda bu ehtimol o'z zamonida Mahmud Kaşgar vafot qilganda şu Hazreti Mollam yani Mollanbeg'i dafn qilgan bo'lishi mumkin. Bu Mollanbeg'ida ikki odam nazar tutildi. Biri Mahmud Kaşgar'ninki ona taraf dadısı Seyfiddin Bozurgvar. Yani biri Hazreti Mahmud
yani Mahmud Qashqari köz tutur. Şunun için opallıkla Mollan Bey'e dep at koygan ege. Şu Mollan Bey'in aldıda hazır hay terekte üçtük terek var. Naat igiz asman takışa dep oynagan. Hay terekni aldıda Noruz bulak var. Kişiler kişinde adet olan ki her Noruz'da Mollan Bey'e gelip seyahat kılıp kişiler talibül ilimla, şairla türlük nezm beyitlerini yezip Noruz bulaktan suyda akuzurken bizden şiiriyetimiz, marifetimiz muşu toxtumaz bulakta daim ravan boktursun degen manada. Hazır mı şu hayat terek Noruz bulak hazır öz aynı saklanmakta. Biz muşu ahvallara qarab durup biz Mahmud Qashqari'ni Mahmudni Qashqardik. Qashqarlik bo'lganimi Qashqarning shahrining g'arbidagi Opol yesida tug'ilgan, shahar vafot bo'lgan deb taxmin qilamiz. Endi bu yerda xalq orasida ba'zi rivoyatlarni aytishicha Oypal andın bulaq suv asli eti Bo'riqda. Bunu Bo'riqda degansin Mongolcha yekellik degan gap. Sayvoq, Opal, bulaq suv bu kentdir o'z vaqtida bir yeş, jangallik, o'rmonlik ekan. O'z vaqtida kishilar bo'lib Bagzodlar, Xonzodlar sayohat qilib damog'ili o'g'li shikor qilib chiqqan vaqtida shu Opalni markaz qilgan. Shu vaqtida Mahmud Qashqari yani Shahzod Tekin vaqtida uyaga chiqib, shu biz deganlarga Mollan Bey'da oturup sayda qiladi ekan. Dam oladi ekan. Shu vaqtda u lapti yer qarab, so'yga qaraganda ko'ziga bir chiroyli bir qiz ko'rinibdi. Osmonda oyni ko'rdim, Oypalda cho'lpon degandek bir mazmunda beyt o'qibdi. Mushuning qarortir xalqning og'izga bu beytlar ko'chib yurganda, demak osmonda oyni ko'rdim, Oypalda cho'lpon degan ikkisi birlashtirib Oy cho'lpon deb ot qo'yibdi qizga. Keyin Mahmud Qashqari shu Oy cho'lpon bilan o'yinib demişki. Birinci ağan ayını şu ki, onundan kişilerin aytishicha Süleyman Tekin deb bir o'zi Shahzodi tug'ilgan ekan. U o'z yurtida qolgan ekan. Hozirmi shu Süleyman Tekindan qolgan bo'g'in avlodlar hozirmi bor deydi. Hayot. Demak bu yerda bir narsa eskartib qo'yish kerak. Bizning amdiki burchimiz Mahmud Qashqarining haqiqiy shajirisini, oila nasabini turg'izish. Kunduzum keldi. Yeni bir avlod chash qaraytish yuvish suyuqli kunduzum bir qatim yuvish bilan chechingizni unumli qaraytib sizga kunduzdek qapqara ham poqroq chach ato qiladi. Kunduzum Şinjan Güllen Xalqaro savdo cheklik shirkati. Özemning chiyi? Özemning chiyi. Qashqari ming yil ilgari tug'ilganing haq Buğraxon izidan Mahmud Qashqari sen qavm qabilaning bayrog'i emas sen butkul dunyo
pencere Sen kadın kabilenin bayrağı yemez Sen bütün dünyanın akıl pencere Endi bu Mahmud Qashqari biz odatda biz xuddi divanda o'z kitobida aytgandek men şu Türklerning mashhur qabillaridan degene qarab o'tirib buni yipishini izlash to'g'ri keldi. Mahmud Qashqari nasab jihatdan o'z vaqtida Qaraxoniyada qurgan asosiy tekin kim desa Kul Bilge Qidirxon. Shahzoda vaqtidagi ismi İnalçur, yani İnançur deyildi. Bu keyin Qaraxoniylarni qurgandan keyin İnançur demay, Kul Bilge Qidirxon deb bu nomni qo'llangan. Endi bu yer bir hikmat bor. Qadimgi Uyg'ur Orxon xonligini qurgan birinchi xonmi Kul Bilge Qidirxon. Yani İnançur. Demek Orxon xonligini qurgan asoschi Kul Bilge Qidirxon, Qaraxoniylarning asosi Kul Bilge Qidirxon. Bu İnalçur, yani Kul Bilge Qidirxon nasab jihatdan tarixchilar bunu Afrasiyabga, bu Afrasiyab Parislar tarafından qo'yilgan so'zdan eti Alip Artunga shuningga bog'landi. Alip Artunga. Endi Sultan Buğraxon degan kishi bu Kul Bilge Qidirxonning nevrisi bo'ldi. Kul Bilge Qidirxonning ikki o'g'li bo'lgan Bazir Arslanxon o'g'ilchaq Tavg'ashxonda. Bu ikki o'rtasida bir jel majra bo'lib, Bazirxon o'lib ketdi. Hokimiyat bu o'g'ilchaq Buğraxon qoladi. O'g'ilchaq Buğraxon vaqti poytaxti bu Yettisudan Qashqarga, hozir Qashqarga o'tkab keladi. Bu Mahmud Qashqarining tog'asi. Muhammad Sodiq Qashqarining yozgan Buğraxonlar tazkirasida aytilishicha, bu Sultan Sutuq Buğraxon Abu Nasr Samoniyning tashviq targ'ibi bo'yicha islom dinini qabul qildi va buningga o'zining tog'asi va boshqa yurt ahkomlarini da'vat qildi islom diniga kirishga. Ammo bu o'g'ilchaq Qidirxon uni qo'shilmaydi. Qo'shilmagandagi o'da uni bir amallab o'ltirib etib islom dinini qabul qildi, davlat dinini e'lon qildi. Bu Muhammad Sodiq Qashqarining Tazkira-i Buğraxon degan kitobida yozilishi. Mahmud Qashqari yani o'zining yurtini Bashqo'lda biladi dedi. Bu vaqtda o'z yurtiga bo'lgan mehrini ifodalash uchun bir qancha yerda she'r qo'shoqlarni keltirgan. Masalan, Qizil daryo o'zlab qo'yib, shu to'g'rida bir ko'plik she'rni keltirdi. O she'rning mazmuni Qizil seriq rayhonlar nihoyat irmishtirishib ketgan, yeşil och qizil rayhonlar bir-biriga yo'g'ishib ketgan, bir-biriga yurak to'g'an, yalınık onu anlaşıyor, yalınık adam, insan degan söz. Demek hakikaten Qashqar Qizil daryosының boyu şu qo'shoqda aytilganda bag'voronlik, gul-gulzorlik, bo'stonlik bir joy. Buni Qashqarlik emgakchilar o'z qo'llari bilan endi go'zal manzillik joyga aylantirgan. Hozirmi shu petishcha Qizil daryosining bo'yi aşındak manzaralik joy. Endi yana Tuman daryo deb bu Qashqarning o'rtasini o'tadigan daryo deb bergan. Tuman daryosi hozirmi Qashqarning o'rtasini o'tadi. Ya'ni Jonqo'rg'on bilan
Kerembağ'ın aralığını ötüdü. Bir yerde bir yar var. Şunun için Yavaq Darvası deydi. Bu Canqo'rg'on Qashqarning poytaxt bo'lib 3-qatim operati bo'lishi. Asli yurt o'rni bu ochiq yaqin Xanoyda. Xanoyniki sharq tarafida Chaqmoq daryosi bor. Yani Tijan daryosi va Taqmoq. Shu Chaqmoq daryosining sharqi bo'yiga Sultan Burakhan'ın qabrisi qo'yilgan. Chaqmoq daryosining g'arbiy tarafida egiz yorliq Xanoy yerdan Qo'g'on orqali Kerembaqqa orqali Janqo'ga tutishdi. Endi 3-qatim operati bo'lgan Qashqar bo'lsa, biz boy deganda Qizil daryosi bilan Tuman daryosining oralig'idagi Janqo'ga operati bo'lgan. Janqo'rg'on strategik jihatdan muhim joy. Oldi oqisdan 2 daryo o'tadi. Agar suvni to'sib etsami, shaharga hech qanday daxli bo'lmaydi. Çünkü yerde buloq suvi var. Hem strategik jihatdan egizga, qo'ldan boshqa aplik. Demak, Xotan buddistlari Qashqarga hujum qilgan vaqtida Xanoydagi poytaxt vayron bo'lgandan keyin Qashqarning poytaxti Manbay degan Janqo'rg'onga o'tkazgan. Demak, Mahmud Qashqarning zamonasida gap bu. Keyin Andın atış doğrusunda begəndimə atış bir dərəxnin eti, amma atış namlıq 2 yurt duadaydı, dəb boğan. Demək, hazır mı asın atış, üstün atışda 2 yurt var. Atış özü bir nahi çıraylı körkem dərək. Bunu Ərəbcə ər degen. Parisçə bunu servi kuhi deydiken, yani tağ servisi deydiken. Yani Tarafın tacı xudu kolmuş şekillik olup yupurmakları beylikten kasır kadar ya yeni zaman bulurduken nahi çırayla üzülürken de öz zamanısı da şairler mehbub yarlarının çeçeni sun bulga kaşlarından kalgaçtan kanatlığa okşatkan der Mahmud Zıkarı zamanındaki şairlamı uzun güzel yarlarının çeçeni atış tarafı okşatırken atış tarafı. Bu atış tarafının bir hususiyeti ornatkan köçek ölmeydiken, tez sustururken, yakıllamaydiken. İkincisi uzun yaşaydiken bu. Üçüncüsü ona çırmaydiken. Ben bir kırtım teşvik bağınında Sultan Sultan Burakhan'ın kavrisine bakkan şeyh hazır Kazak hükümetli şu 1904-5 yılları ihtimal şu tağda bu Sultan Burakhan'ın kutuğa seringa bir tezkirisi vardı. Bunun 5 yıl kömeklik. Şu kelime şehri bir nesip bada içip ekepkendeydi. Hadırlıkça məlum emas. Demek şu artış tarafını yasalgan kutuğa seringan gende o. Andın bir yer yine asker tutan bir nesi var. Segun Samur de bir yerin asker tutu. Mahmud Qashqari. Bu Burakhan'a zəhər verilgen ye deydi. Rast. Segun Samur de bir yer var. Bu Opal'nın ki bu G'arbiy Janubiga doğru gülüdü. Yani hazırki bulaq suğu yakın bir yerde. Segun Kadimki Uyghur tilida kiyik degan söz. Kiyik. Samur Budda rahipleri yaşaytan kemir öyle uyluğa yarlanlık yani samur deydiken. Samur degan töpe tağlık degan söz. Demek Segun Samur ne oldu? Kiyik töpe, kiyik tağ degan söz. Bu xuddi boya aytgan sözümüzge delil buludu. Yani Şahzadlar, Begzadlar çıkıp o olaydigan ekanligi aşından ma'lum. Hazır mı? Şehirde Budda xarabıları var. Demek Mahmud Qashqarining boğusu Muhammed Burakhan'a kichik xotini Zaynab Xon
zər verip ötürürkeye Segun Samur. Adının öz elini saklanmakta. Biz muşu fakıtlar asasen Mahmud'ni Kaşgarlık deyimiz. Kaşgarlık degenimini opallık deyimiz. Hem enegrak etkanda Mahmud Kaşgari asli aile ve nesep cihetten Uygurluğa has. Uygurluğunun öz vaxtıda meyli Urxunda olsun, meyli Kaşgarda olsun, kurgan hallıklarının asasını yaratkan Yağlıkar kabilesidir. Demek Mahmud Kaşgari aile ve nesep cihetten Xanzadlığının urğabıladı. Yani Mahmud Kaşgari özünün Türkiye Tillar Divanı'nın mukaddimesidir. Ben şu Türklerin en sözmelleridir, en usul neyzivazlarıdır, en asaslı kabilleridir de izah vergine karaganda özü bir şahzade, ikinciden ilim ilgisi, ilim, bu kalem, elem, iki cihetten yetişken adam. Ama keyik vakitte bu adam xuddi özünün dadısı Hüseyin Çağırtekin'e oxşaş bilimge iş koygan, bilimge mehri muhabbetin beriştiğen adam. Şunun için o şahzadlık turmuşundan vazgeçip kandakta onun içine xuddi bir ot kirgendek özünün Türkiye kavimleri yaşayan cahanını bir kezip çıkış, bir işyaptı olganda şu sebeple yurtun taşlap, Xanzadlığının taşlap çıkıp ketken. Ta ki ben bayılgendek evren, yani Ferendin, bu Garbi Avrupa'dan tatip, Cabırka, Japonya'ya için boğan, kuruluktu bulup mu Türkiye kavimleri yaşayan caylarını öz közüren köygen. Öz emiriyetiyle tekşürüp tetkik kılgan. Birden bir emiriyetçi alim bu. Şuna yazgan nesir ait asaslı. Turist'in özü köygen, baranmağa yerine işençlik materyallerin haber, malumat algan. Şunun için onun yazgan Türkü Tillar Divanı'ndaki her bir sözlerinin bir tarihi asası, arka görünüşü var. Bu hiyali ezip olgan emez. Bununla bazı alimlerin tahmin kılışça Hazreti Mahmud özünün yaşlık ömrünü şu Türkiye tillarını teşhirip tetkik kılışkı beriştiği için 15-20 yıllık vakit sarf kılgandaydı. Biz oylap göreydi. O zaman da ayrı bulan, poyuz, maşını yok. Birden bir alak at, bir adam bir atlık 15-20 yıllık şunçken yurtunu arlatış oynayamaz. Toplanan materyallerini emniyetli algan. Biz adette hakikatini emniyetli izleşteyimiz o. Demek şu emniyetli körüp emniyetli algan paketli asasında andaki Türkiye Tillar Divanı yazgan. Yani yakında Merkezi Milletler Üniversitesi'nin profesörü Abdurrahman Teklemekali bir makale yazıp, makalesi de yani Bağdat'ta mezkur nadir kitabını yazış için Mahmud Kaşgari yani 15 yıl vakit sarf kılgandaydı. Demişsin mi Mahmud Kaşgari'nin mukaddemesinde özü etkan bir qancha yıl sarf bilip bu kitapta qanday yazış hakkında oylandım. Bu çok güzel. Hiç kim kullanmagan yeni usulünü kullandım. Xuddi Ahmet İbni Halil özünün Kitabul Ayn'i yazgandek hamma sözlerini kirgizsem bulatdı. Ben kerek sözlerini yazdım. Hacetsizlerini taşladım. Hem bularını kişilerin oy payını için cay koydum. Bazılarını şu kavimlerinin öldürdüğünü toplayan koşakla, hikmet sözle, temsili arkalı ispatladım dedim. Biz Hazreti Mahmud'un aile nesebi hakkında toxtaldık. Bu Xanzadlarını yenken. Yani Sultan Sutuk Buğra Xan'ın 7. evladı.
Yani kökün evrisi olurken. Kökün evrisi. Karaxan ilanı kurgan asaslık bilgin üçün yoki kol bilgi Qidirxonning nevrisi Sultan Buğraxonning 7-ci evladı. Demek Uygurlarning asaslı kabilesi bo'lgan Yağlıqar kabilesidir. Özü ata-onasidan tortib Xonzodlar urug'i. Yuqorisi Aprasiyab, yani Alip Artunluğu tutuşudu. Tarda oğluysan Mahmud Qashqari, ilimlar tatmin nurlar jamali. Tarda oğluysan Mahmud Qashqari, ilimlar tatmin nurlar. Növətdə 2008-ci ilni Mahmud Qashqari tug'ilganligining 1000 yillik xotira yili deb bekitibdi. Bundan biz Mahmud Qashqarining oxirgi bekitilgan tug'ilgan vaqtini 1008-ci yili deb jazmlashtirsak bo'lamdi. Bu xildagi ma'lumotlarga qanday erishish mumkin? Buningda har xil qarashlar bor. G'oyalari tadqiqotchi olimlar mayli turklarning bo'lsin, mayli gollandliklar bo'lsin, mayli almanliklar bo'lsin, ulardan bazıları Mahmud Qashqari ehtimal 1005-yili tug'ilgan bo'lishi mumkin. Xalq arasida rivoyatlarga asosan 90 yoshida o'z yurtiga qaytib 7 yil yashab mudarrislik qilib 97 yoshida vafot qilgan, Opalga dafn qilingan deydi. Bu dafn qilinganlik haqidagi talash tortish yo'q. Ammo tug'ilgan zamoni to'g'risida qarashlar o'xshash emas. Buni ba'zilar 1005-yil tug'ilgan deydi. Ba'zilar 1008-yil tug'ilgan deydi. Ozarbayjonlik olimniki hisobi bo'yicha, kalendar hisobi bo'yicha 1008-yil tug'ilgan deganligi uchun buni turklar shuni asos qilib Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Fen Muharip Medeniyet Teşkilatı'nın ma'lum qilganligi uchun 2008 yili Mahmud Qashqari'da bekitgan. Biz buni simbol xarakterda qabul qilamiz. Chunki Mahmudniki o'zining tug'ilgan yili emas bu. G'oyalari 1018-yil tug'ilgan deydi. G'oyalari 1028-yil tug'ilgan deydi. Biz Shinjonglik tadqiqotchilar 1028-yil tug'ilgan bo'lishi mumkin degan ehtimolga yaqinroq qarashtiramiz. Nima uchun deganda buni Mahmud Qashqari zamonasida yuz bergan ba'zi tarixiy voqealarga bog'lab tadqiq qilish to'g'ri keladi. Shuning uchun biz devonning birinchi nashrini Uyg'ur tilida chiqargan vaqtda yozgan kirish so'zimizda Mahmud Qashqari ehtimal 11-asrning birinchi chorigida Qashqarda tug'ilgan, 11-asrning oxirgi chorigida yana Qashqarda Opal vafot qilgan degan gapni yozdik. Aniq yozmadik. Chunki aniq ma'lumot yo'q. Chunki o zamonning olimlarida qandaqdir bir shunday bir odat bor ekan, o'zining tug'ilgan vaqtini, tug'ilgan yurtini, ota-onasi to'g'risida ancha gap so'z qilmaydi. Mahmud Qashqari shundoq. Shuning uchun Mahmud Qashqarining bu yil 2008-yil Mahmud Qashqari yili deganni simbol xarakterli qabul qilamiz. 1000-yillar boshlangandan keyin tug'ilganligi uchunlar. 18, 1018, 1028 şu o'rtasida ixtilof bor. Ammo vafot yili 1105-yili 97 yilda vafot qilgan. Yurti qaytib kelib 7 yil mudarrislik qilgan. Shuning uchun bu odamni Hazreti Mollon deb atagan Opallıqlar. Ya'ni kelib Mahmud ismi bilan emas, Shamsiddin degan ism bilan yashagan bu odam. Shamsiddin. Chunki garchi Mahmud Qashqari qaytib kelgan vaqtdagi podshohlar uning bu dushmanlik niyat qarmasimi ehtimoli qarishi. Chunki bularda urug' surishtirish bor,
adava saqlashma degan nima öğren. İkinciden bütün ömrünü ilim ma'rifatga bag'ishlaganligi uchun Şemsiddin, yani dinning quyoshi degan ismni qabul qilgan. Demak, Mahmud Qashqarining bu tug'ilgan, o'lgan yili to'g'risidagi voqealar zamonla o'sha Mahmud Qashqarining turkiy tilda divonda yozilgan asoslar dalillaydi. Masalan, men Mahmud Qashqarining nasabi ve yaşayan zaman to'g'risidagi muloyiza degan eserimde iki mesele yo'ritgan ben. Biri ailevi nasab. Aile nasab haqida boya to'xtaldik. İki yaşayan zamanı. Yaşayan zaman to'g'risida bu kitapni birinci tomida Mahmud Qashqari'nda aniq deydi. Tarix kitapları tezkireler bayan kılınışça Musa Buğraxan'ın oğlu Ali Toğaxan, yani oğlu Hasan Xan, bunun oğlu Nasir ili, onun oğlu Muhammed Arslan Xan El-Gazi, bunun oğlu Yusuf Hıdır Xan'dı. Arap tarixçilerinden Bayhaqi ve İbnül Esir'nin bəgən malumatı bağırğanda Yusuf Hıdır Xan'ın Süleyman, Muhammed, Mahmud degan üç oğlu bulup xonlik taxtga varis qilgan. Ammo ular orasida mujohidlar bo'lib tug'an Muhammad Buğraxan Shahzana vaqtidagi ismi Yag'an Tekin, Yag'an til degan so'z. Mahmud bin Husayn bin Muhammad deyilgan kunyadagi Muhammad olim Mahmudning cho'ng'atisi yoki buvisi. Muhammed Buğraxanning üç oğlu bo'lgan. Hüseyin, Ömer, İbrahim. Demek Hüseyin Mahmud'un atısı. Hadi Mahmud Qashqari Divan Lug'at Türk'ni yazgan vaqti haqida divanda aniq yozadi. Birinci tomida Türkiy müchal yillar haqida izoh berganda bunda yazgan Mahmud. Mahmud aytdilarki, bu kitap yazgan yilimiz 1966 yılının Muharrem ayida yılan yili kirgen idi. Bu yıl ötüp 1967 yılı kadem koyganda at yili kirdi. Bu söz qaraganda alim divanı 1966 yıl egirrek yazgan bilish mümkün. Bu 1048 yıl 1050 yılda doğru keldi. Endi divanı yazıp 200 yıldan keyin Mahmud Qashqarining öz kalem bile yazgan nuskudan aynen küçeygen Basirlik yani ki Savat yaşayan Muhammed bin Abi Bekri degen adam küçülüş değerinde bunda yazıp koygan. Mahmud Qashqari öz kolu böyle yazgan nuskunun ahırkı cümlesi. Texmo cho'nqirlashtirmoqchi. Biz bu qitimqi suhbatimizga taklif qilgan aziz mehmonimiz bo'lsa, yangi davr til va tarjima ishlarimizning to'kpikor boshlamchilarining biri, tonilgan adib, shoir, tilshunos ham tarjimon, yangi davr Uyg'ur nashriyotchiligining uluni salg'uvchilarining biri, Uyg'ur madaniyat tadqiqotchisi, jamoat arbobi, olim Imin Tursun apandi. Assalomu alaykum Imin Tursun aka. Va alaykum assalom. Oldi bilan sizning shu qimmatli vaqtlaringizni chiqarib, bugungi bu suhbatimizga qadam tashrif qilganligiga ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Albatta bu bizning burchimiz. Undaq bo'lsa, bugungi suhbatimizni boshlab ketsak, oldi bilan sizlar shu Mahmud Qashqarining kim ekanligi ustida bir to'xtalib o'tgan bo'lsizlar. Xo'sh qizim, bu masalani obdan so'radingiz. Hazreti Mahmud özünün kunniyesini Qashqari deganligi uchun biz Qashqarlikda davom etdik. Hazreti Mahmud Qashqarlik bo'lganligi uchun biz Uyg'ur davom etdik. Hazreti Mahmudning o'tgan zamoni to'g'risida xalqaroda har xil qarashlar bor. Oldi bilan biroz izohat berish to'g'ri keladi.
Yani O'rta Asiyada coğrafi noktadan aytganda Asiyanın kindigi bo'lgan şu Tianshan tarım boylarida yaşap, avub taraqqiy qilgan Uyg'urlar tarixning turli bosqichlarida ilm fanning har xil sohalarida dunyo madaniyat xazinasiga turli ixtiro va kashfiyotlar bilan tuhfalarni qo'shgan. Shu kashfiyot tuhfalarini qo'shgan olimlardan biri Mahmud Qashqari. Hazreti Mahmudni nima uchun Qashqarlik deymiz? Bu vaqtda Mahmud Qashqari to'g'risidagi bayonlardan, bo'libmi olimlarning bayonlaridan, bo'libmi Mahmudning nodir asri bo'lgan Devonu lug'ati turkda bayon qilingan ba'zi Assalamu alaykum Salkin Tor bekitining aziz mehmonlari. Salkin Tor bekitining Qalb Sadasi programmasining yangi son orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan to'liq xushalman. Men programma riyosatchisi Farida Anvar. Uyg'ur olimi tilshunos Mahmud Qashqari tavalludining 1000 yillik munosabati bilan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Fan Ma'rif Komiteti 2008-yilni Dunyo Mahmud Qashqari yili qilib bekitdi. Bu yilni qutlug'lash va xotirlash uchun davlat ichi va sirtida bir qism ilmiy muhokama yig'inlari o'tkazildi. 2008-yili 11-oyda Beijing Millatlar Universitetida elib berilgan Mahmud Qashqari dunyoga kelganligining 1000 yilligini tabriklash ilmiy muhokama yig'ini davlatimiz ichidagi ko'lami bir qadar zo'r, ta'sir doirasi keng bo'lgan yig'in hisoblanadi. Biz Salkin Tor bekitida mazkur suhbatni elib berish orqali keng Uyg'ur tordashlar, bo'libmi Uyg'ur yoshlarining Mahmud Qashqari va uning Turk tillar divoni nomli asariga bo'lgan tushunchisini mazmunlarga asosan buni dillashimiz kerak. Masalan, Mahmud Qashqari o'zining nodir asari Devon lug'ati turkda Taki Farandan Jabarqagacha, yani Avrupadan Yaponiyagacha bo'lgan quruqlikda yashag'uvchi har xil qavmlarni, bo'libmi turkiy qavmlarni haqiqatni amaliyotda izlash asosida amaliy tashvigan. Shu tashvish jarayonida nurg'un joylarni kezgan. Shu o'z ko'rgan va anglagan muhim el, yurt, daryo, tog', ko'l, yaqinlarning, shaharlarning nomlaridan taxminan 190 nomni qayd qilgan. Shu qayd qilgan yer nomlarining ichida 6dan bir qismi Qashqarga taalluq zaminlar. Masalan, Mahmud Qashqari o'zining turkiy tillar divonida Qashqarga taalluq zaminlardan hozircha o'z nomi bilan atilib kelayotgan yerlarni bir-birlab bayon qilib, aniq ma'lumot bergan. Ondan Mahmud Qashqari bu yer nomlarini so'zdan qatorida bergandan boshqa kitobining ko'p yerlarida misol va tamsillar tariqasida ko'p joyda takrorlagan. Masalan, Qashqar degan mushu bir atalg'u Devonu lug'ati turkda 17 yerda takrorlandi. Demak, Hazrati Mahmudning Qashqarni 5 qo'lda bildiganligi o'z-o'zidan ma'lum. Mahmud o'z kitobida qayd qilgan Qashqar atrofidagi yer suv nomlari orasida Olg'uq, Olush, Ortuch, Azil, Bag'ramqum, Parchuq, Barxon, Qashqibug'ra, Qipchoq, Qizildaryo, Qizilo'z, Kurumko'l, Mankat, Opol, Tozg'un, Taman, To'rg'otiz, Tizantiz, Yabaqusuvi, Yarkent va boshqalar. Bu nomlar helimi asosan o'zgarmay shu paytda istilayotdi. Masalan, bu nomlar